Bismillahirrahmanirrahim. O'zingchi? Biz ko'rsatamiz. 20 kilolik tavuk. Mana. Yonbosh qilib, ha. Kimga shunaqa sifatli urug'lar? O'zingiz chiqqan Kamoldan aka siz ham bitta? Mana Ekaset firmani gigantlarli tarvuzimiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa 2 donadan direkt xudo xolasa yetkazib bergan. Ya, o'tgan yil ekkamiz, kamroq ekkamiz, hozir 80 tonnadan bergan. Hektariga. Hektariga belgini oshinqirab beradi mana. Dehqon akamizdan ruxsat so'radikda 3 ta tarvuz uzdik, lekin hali sotishga To'niga Kamol ko'rsat, sotishga 1 hafta 5 kun 6 kunligi bor. Mana shu tarvuzlar ham mana to'ni bir xil. bir xil mana. Qochkadagi tarvuzni rasmi bilan qo'limizdagi tarvuz rasmi bir xil. Assalomu alaykum hurmatli fermerlar, hurmatli chorvadarlar, hurmatli dehqonlar. Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumani Soybo'y degan mahallasiga Ekaset firmasini gigant navli tarvuz urug'ini berganmiz 2 gektarlik yer maydonida. Kamoldan akamiz dillerimiz bo'ladi, Binot akamiz dillerimiz bo'ladi va akalarimiz dehqon akalarimiz. Binot aka, mana shu tarvuz haqiga bir ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Mana bugun Ekaset firmasini gigant navli tarvuzi ekilgan poliyada turibmiz. Tarvuzlarimiz juda ham yaxshi bo'lgan, juda ham yirik bo'lgan. Palaklari ham, ildizi ham baquvvat, issiqqa chidamli. Ana dehqon bobodan hozir qolgan ma'lumotlarni olamiz. Tarvuzimizning po'sti ham juda qalin, juda ham yaxshi tarvuz bo'ladi. Dehqon bobo, sizga urug'lar yoqdimi? Yo'q. Gigant urug'i. Tarvuz qanaqa bo'lar ekan? Bitta ma'lumot bering. Kliplarga, dehqonlarga. Hosil ham yaxshi, o'zim katta ishlar ham bari yaxshi. Yaxshi bo'larmikan? Dehqon bobo, siz nima deb maslahat berasiz? Ya, o'tgan yil ekkamiz, kamroq ekkamiz, hozir 80 tonnadan bergan. Hektariga. Hektariga belgini oshinqirab beradi mana. Amakilarimiz sarvozi o'zimizda ham bor. Buni o'zimiz reklama qilganmiz, dehqonlarga tavsiya qilganmiz shu yil. Mana hamma qalbaki oyoq bu yoq dedi, mana tarozi bilan paskasi bir xil. Mana bu tarvuzlarimiz hozir dehqon akamizdan ruxsat so'radikda 3 ta tarvuz uzdik, lekin hali sotishga To'niga Kamol ko'rsat, sotishga 1 hafta 5 kun 6 kunligi bor. Mana shu tarvuzlar ham mana to'ni bir xil. bir xil mana. Qochkadagi tarvuzni rasmi bilan qo'limizdagi tarvuz rasmi bir xil. 5 kun 6 kunligi bor hali mana shu tarvuzlar. Hurmatli dehqonlar, toza ham ishonchli bo'lishi uchun qolgan joylardan ko'rsatib o'tamiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Mana tarvuzlarimiz. Hosildorliklari juda ham yaxshi. Mana har bittasini hosili qalagan tagiga mana. Xohlagan joyingizda bemalol ko'rishingiz mumkin. Xohlagan joydan ko'rsatamiz. Mana. Bismillahirrahmanirrahim. O'zingchi? Biz ko'rsatamiz. 20 kilolik tavuk. Mana. Yonbosh qilib, ha. Kimga shunaqa sifatli urug'lar? O'zingiz chiqqan Kamoldan aka siz ham bitta? O'sha oyog'ingizdagidan? Oyog'ingizdagidan o'zingiz Kamoldan aka? Binot aka. Mana shu o'zi ham 10-12 kilolik tarvuz. Mana tarvuz bir ko'rinyapti hamma. Qolgan joylardan ko'rsatamiz mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana. To'ni ham chiroyli, hosildorligi ham zo'r. Mana shu tarvuzlar 20 kilolik tarvuz bo'lgan azizlar. Mana shu bitta paraytagini ham ko'rsatingchi, Bobur aka. Ha, ochiq shunday turgan holatda, ha? Mana. Hali pishmagan holatiga bu. Pishmagan holatiga. 5-6 kundan keyin uziladi bu tarvuzlar. Xudo xolasa tarvuzlarimiz chempion. Kimga shu ro'lardan kerak bo'ladigan bo'lsa, Kimga shunaqa sifatli urug'lar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilasiz. Pastga raqam qoldiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Rahmat, sog' bo'linglar. mana Ekaset firmani gigantlarli tarvuzimiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa 2 donadan direkt xudo xolasa yetkazib bergan. Mana 7 gektarlik maydondamiz. Mana tarvuzlar. Xudo xolasa ko'rinishlarini ko'rishinglar mumkin. O'ta xudo xolasa go'zal holatda. Mana tarvuzlar. Ekaset firmani gigant navli tarvuzi. Xudo xolasa 1 gektardan hosildorligi 80-100 tonna. Mana ko'rishinglar mumkin 1, 2, 3 ta. Mana xudo xolasa qo'mondan bu. Bundan oldingi yili bitta prot olishgan.